Assalomu alaykum akalarim. Sizlarga hozir legenda bo'lgan bitta Damas bor. Ko'rsatami? Birinchi kirib kelgan Damas bor. Mana akalarim. Mana nima deyapti? Mana Illeta 227 Namanganga 96 emas, undan oldinroq kirib kelgan. Kommentariya bir tepib javobini yozaversangiz xursand bo'lardim akalarim. Yangi Damas olib qo'yganmiz. Mana yillar 2009 ekan, 20 qayergadir bilmayman, Jizzaxmi qayerdir mashinasi Namanganga biratlab kelishdi. Mashina holatda ramalari butun ekan, moskorovkasi zo'r ekan. Yetib etdi, kraska ko'p bo'lgan ekan. Shagilni o'zi ish boshlab qo'yishdi. Mana qilib peshatirib qo'yishibdi. Bitta bolti bo'shamagan ekan. Netdagi o'zimiz bo'shatib yetishni boshlaymiz. İşlerimizde 10 tür ishlari, svark ishlari jarayonida, kraska ishlarimizda mana kecha 2-3 kun ishlamaydi. Xudo xolisa, ertadan maylarini to'la boshlaymiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqaysizlar. Sog' bo'lasizlar.